Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi mavzu parallel kompyuter arxitekturasi kelajagi, e-hastali, kvant parallelizmi va IXPT integratsiyasi. Parallel kompyuter arxitekturasi kelajagi e-hastali kompyuterlar, kvant parallelizmi va sun'iy intellekt yuqori samarali hisoblash integratsiyasiga asoslanadi. E-hastali kompyuterlar soniyasiga kvintillion operatsiyalarni amalga oshiradi. Kvant parallelizmi kvant bitlari yordamida hisoblash quvvatini oshiradi. Sun'iy intellekt yuqori samarali hisoblash integratsiyasi esa sun'iy intellekt va yuqori samarali hisoblashni birlashtirib, murakkab masalalarni tezroq hal qilish imkonini beradi. Parallel kompyuter arxitekturasi zamonaviy protsessorlarning ko'p yadroli dizayni bilan murakkab hisoblashlarni tezlashtiradi. Klaster tizimlari minglab kompyuterlarni birlashtirib, superkompyuter quvvatiga erishadi. Maxsus parallel algoritmlar ilm-fan, tibbiyot, moliya va sun'iy intellekt sohalarida yangi imkoniyatlarni ochadi. Parallel kompyuterlar bir vaqtning o'zida ko'p hisoblash elementlari yordamida murakkab masalalarni yechadi. Bu esa hisoblash jarayonlarini tezlashtiradi. Ibn Blue Genep kabi superkompyuterlar sekundiga kvadrillionlab operatsiyalarni bajaradi. Amdahl qonuni esa parallel hisoblashlarning nazariy chegaralarini belgilaydi. Dasturlarni loyihalashda parallelizmni maksimal darajada qo'llash zarur. Parallelizmda bir nechta ushbu yadro bir vaqtning o'zida mustaqil vazifalarni bajaradi, haqiqiy tezlashuvni ta'minlaydi. Konkurentlikda esa bitta yadro vazifalarni almashinib bajaradi. Bu parallel ishlash illyuziyasini yaratadi. Parallel dasturlarni yozish murakkab, sinxronizatsiya va debugging qiyin, maxsus bilim talab etiladi. Ko'p yadroli protsessorlar va klaster tizimlari zamonaviy kompyuter arxitekturasining asosi hisoblanadi. Intel, AMD va ARM protsessorlari o'nlab yadrolarni birlashtirib, yuqori samaradorlikni ta'minlaydi. Bu arxitektura parallelizatsiyani qo'llab-quvvatlab, hisoblash quvvatini oshiradi va murakkab vazifalarni samarali bajarishga imkon beradi. E-hastali kompyuterlar sekundiga 10-18 operatsiya bajarish qobiliyatiga ega. Bu ilmiy tadqiqotlar, murakkab modellashtirish va simulyatsiya uchun inqilobiy imkoniyatlar yaratadi. Ular sun'iy intellekt o'qitish, genomika va iqlim modellarini rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Yangi kashfiyotlar va innovatsiyalar uchun eshikni ochadi. E-hastali komputing sekundiga 10-18 operatsiya bajarish qobiliyati betastali kompyuterlarga nisbatan 1000 marta yuqori quvvatni taqdim etadi. Frontier va Aurora superkompyuterlari bu texnologiyaning yetakchilaridir. E-hastali tizimlari iqlim modellashtirish, molekulyar dinamika, kosmik tadqiqotlar, energetika va xavfsizlik sohalarida inqilobiy o'zgarishlarni keltirib chiqarmoqda. Nvidia Blackwell bu arxitekturasi uchun inqilobiy o'zgarishlarni taqdim etadi. 192 GB hajm 3 xotira va 8 TB bandvit bilan katta AI modellarini qo'llab-quvvatlaydi. 30 tez inferensiya va 1.4 exaflops quvvat GIP4 darajasidagi modellar uchun mo'ljallangan. 2 toliq buch bevanvling texnologiyasi orqali 10 TB tezlikda ma'lumot almashinuvi ta'minlanadi. Nvidia Blackwell bu arxitekturasi 192 GB hajm 3 xotira va 8 TB/s bandvit bilan katta AI modellarini qo'llab-quvvatlaydi. 30 tez inferensiya va 1.4 exaflops quvvat GIP4 darajasidagi modellar uchun mo'ljallangan. DGHGIP 200 tizimi 36 Blackwell GPU va 72 Grace GPUni birlashtirib 720 petaflops AI hisoblash quvvatini taqdim etadi. Kvant hisoblashlari sun'iy intellekt va yuqori samarali hisoblashlar integratsiyasi texnologiya taraqqiyotining yangi bosqichini belgilaydi. Kvant superpozitsiyasi sun'iy intellekt optimallashtirishni kuchaytiradi, yuqori samarali hisoblash quvvati esa hisoblash samaradorligini oshiradi. Gibrid tizimlar ilm-fan va sanoatda yangi imkoniyatlar yaratadi. Kvant kriptografiya esa xavfsizlikni mustahkamlaydi.
Kvant bitlari yoki qubits superpozitsiya holatida bo'lib, bir vaqtning o'zida oq va bir qiymatlarini oladi. Bu kvant kompyuterlarga parallelizmning yangi darajasini ta'minlaydi. Entanglement hodisasi qubits o'rtasida uzoq masofada korrelyatsiya yaratib, murakkab hisoblashlarni eksponensial tezlashtiradi. International Business Machines va Google kvant ustunligiga erishganliklarini e'lon qilishdi. Ay va yuqori samarali hisoblashning integratsiyasi zamonaviy texnologiyaning muhim yo'nalishidir. 2012 yilda AlexNet bu asosda chuqur o'rganishni inqilob qildi. 2017 yilda Transformer arxitekturasi va Tensor Torres paydo bo'ldi. 2020 yilda GPT-3 katta til modellarini yuksaltirdi. 2023 yilda multimodal ay va ihastali o'qitish rivojlandi. 2024 yilda AIXP to'liq integratsiyasi kutilmoqda. Intel HIPT arxitekturasi ko'p arxitekturalarni qo'llab-quvvatlaydi. Staliop dizaynida Intel Fions talabli protsessorlari 60 tagacha yadroni qo'llab-quvvatlaydi, yuqori xotira bandvit va katta kesh hajmi bilan. Staliop dizayni esa ko'p tizimlarni tarmoq orqali birlashtirib, cheksiz miqyoslanish imkonini beradi. Hibrid cloud HIPT esa joylashgan va bulut infratuzilmasini birlashtiradi. Ay va yuqori samarali hisoblash tizimlarining integratsiyasi zamonaviy ilm-fan va texnologiya rivojlanishining muhim drayveriga aylanmoqda. Ushbu sinergiya yirik ma'lumotlar to'plamlarini tezkor qayta ishlashni, murakkab jarayonlarni modellashtirishni hamda tibbiy diagnostika, genomika, iqlim o'zgarishini prognozlash va materialshunoslik kabi sohalarda yangi kashfiyotlarni tezlashtirishni ta'minlaydi. Ihastali hisoblash davrida ay algoritmlarining HIPT infratuzilmasiga chuqur integratsiyasi yanada samarali parallelizatsiya, energiya tejamkor ishlash hamda katta o'lchamli modellarni optimallashtirish imkonini yaratadi. Natijada bu yondashuv global ilmiy va texnologik muammolarni hal etishda strategik ahamiyat kasb etadi. Parallel dasturlashning murakkabligi ketma-ket dasturlashdan ancha yuqori. Dasturchilar vazifalarni parallel qismlarga bo'lish, yukni teng taqsimlash va debuggingni boshqarish bilan shug'ullanishlari kerak. Sinxronizatsiya va ma'lumot almashinuvi qo'shimcha resurs talab qiladi. Yangi dasturlash tillari va kutubxonalari, masalan, Message Passing Interface, MP, Open Multiprocessing, OpenMP va Tompute Unified device arxitektura juda bu jarayonni soddalashtirishga yordam beradi. Zamonaviy superkompyuterlar katta energiya iste'mol qiladi. Bu esa ekologik ta'sir va xarajatlarni oshiradi. Nvidia Blackwell GPU 25 barobar kam energiya sarflaydi. UPU va akseleratorlar quvvatning 60 ini tashkil etadi. Sovutish xarajatlari 40 gacha yetadi. Energiya samaradorligini oshirish uchun maxsus akseleratorlar, ildor sovutish texnologiyalari va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish muhimdir. UPU va TPU kabi maxsus akseleratorlar umumiy protsessorlarga nisbatan ancha samarali hisoblanadi. Ular flops watt ko'rsatkichida yuqori natijalarga erishadi. Bu esa energiya samaradorligini oshiradi. Ushbu texnologiyalar hisoblash quvvatini oshirish bilan birga energiya sarfini kamaytirishga yordam beradi. Kvant va klassik gibrid tizimlar IBM Quantum System ONE misolida har birining kuchli tomonlaridan foydalanadi. Ay yordamida avtomatik optimallashtirish parallel algoritmlarni samarali qiladi. Global High Performance Computing bulut platformalari, masalan, Amazon Web Services va Google Cloud ihastali darajasidagi resurslarni taqdim etadi. Neuromorphik va photonic computing energiya tejamkor va tezkor hisoblash imkoniyatlarini kengaytiradi. O'zbekiston raqamli transformatsiya yo'lida yuqori samarali hisoblash va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish orqali katta imkoniyatlarga ega. Universitetlarda yuqori samarali hisoblash markazlari tashkil etish, iqlim modellari va genomika kabi sohalarda tadqiqotlarni rivojlantiradi. Yosh mutaxassislar uchun parallel dasturlash va sun'iy intellekt bo'yicha karyera imkoniyatlari kengaymoqda. Bu esa milliy superkompyuter loyihalarini qo'llab-quvvatlaydi.
E-xastalik hisoblash tizimlarining amaliyotga kirishi global miqyosda hisoblash quvvatining yangi bosqichini boshlab berdi va 2030 yillarga kelib Z-xastalik darajasiga erishish prognoz qilinmoqda. Shu bilan birga, kvant kompyuterlar sanoatga kirib kelib, klassik arxitekturalar bilan gibrid tarzda murakkab optimizatsion va fizikaviy masalalarni samarali yechish imkonini bermoqda. Sun'iy intellekt va yuqori samarali hisoblashning integratsiyasi ilmiy tadqiqotlar, sog'liqni saqlash, energetika va muhandislik sohalarida transformatsion o'zgarishlarni yuzaga keltiradi. ONIAP va CITI kabi ochiq standartlar parallel dasturlashni soddalashtiradi. O'zbekiston ushbu jarayonda mutaxassislar tayyorlash va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali faol ishtirok eta oladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.